2019-yil Xitoydan Germaniyaga yuk olib ketilayotgan elektronika yuklari yuklangan katta fura halokatga uchraydi. Nega halokatga uchraydi? Nima bo'lgan o'zi? A2 magistrali Germaniyadagi eng strategik band yo'llardan, avtomagistrallardan bittasi. O'sha kuni noqulay ob-havo bo'lgan, kuchli yomg'ir yog'gan. Katta furaga mikrosxemalar, chiplar, elektronikalar, telefonlar yuklangan bo'lgan va yuk og'irligi noto'g'ri taqsimlangan bo'lgan. Katta tezlikda yomg'irli ob-havoda burilishda fura halokatga uchragan va yo'l chetiga ag'darilgan butunlay va 80% ichkaridagi tovar sertifikatga javob bermaydigan tarzda yaroqsiz holatga chiqqan. Bu vaziyatda %100 Logistika kompaniyasini aybi birinchidan ob-havoni e'tiborga olish kerak edi, tezlikni oshirmaslik kerak edi va yukni og'irligi to'g'ri taqsimlanib, elektronika mahsulotlari uchun qo'shimcha qadoqlarni, qo'shimcha himoya vositalarini joriy qilish shart edi. Germaniyadagi bo'lgan bu voqeada sug'urta kompaniyasi bir necha million dollar bilan zararni qoplagan. Lekin baribir vaqt yo'qotilgan, mijoz ishonchi va hokazo zararlar ko'rilgan. Shunaqa holatga tushmaslik uchun to'g'ri, ishonchli, tajribali logistika kompaniyasi tanlash shart. O'shanda xatoni oldini olgan bo'lasiz.